Namangan Avtogold avtomaktab haydovchi maqomini olishga adashmang. Bugun 25-guruh B toifa o'quvchilarini hozir olgan natijalarini endi ko'ramiz. Ushbu hozirgi ko'rayotgan o'quvchilaringiz amaliy hamda nazariy imtihonlardan birinchi urinishdayoq sirasi o'tib ketishgan. Ashroliyeva Nozimaxon. Avtogoldga ustozlarimizga tayyorlagan hammalariga rahmat. Sog' bo'ling, yaxshilik ishlating. Mirzayeva Nozimaxon. Avtogoldga rahmat. 20 dan 18 ta katta rahmat domlarimizga. Salomat bo'ling. Kompolatova Shohsanamxon. Assalomu alaykum. Avtogoldga ustozlarimga rahmat. Sog' bo'ling, yaxshilik ishlating. Baydillayeva Muhoyapa. Assalomu alaykum. Avtogoldda ishlayotgan barcha ustozlarimiz va sinflarimizga kattakon rahmat. Bu yutuqqa erishganimizdan xursandmiz. Bu yutuq nafaqat bizniki, sizlarniki ham. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Turdiboyeva Rufatxon. Avtogolddagilarga hammaga rahmat. Ustozlarimga ham kattakon rahmat aytaman. Sizlarga ham omad tilab qolaman. Sog' bo'ling. Abdurahmonova Roziyaxon. Avtogoldga rahmat. Sog' bo'ling. Sunu Soxjon, sog' bo'ling. Birinchi urinishda Avtogoldga rahmat. Sog' bo'ling, Umidjon. Avtogoldagi ustozlarga hammalariga katta rahmat. Sog' bo'ling. Bemalol kelib siz ham haydovchi unvoniga ega bo'lishni, nimaga avtomaktabimizda o'qishingiz mumkin. Salomat bo'ling.